do'stimni farzandi shu Forest School maktabiga bergan ekan. Shuni tavsiyasiga ko'ra men ham o'zimni farzandim Habibullayev Abdulazizni shu xususiy maktabga sharoitlarni o'rganib topshirdik. To'g'risini aytsam, o'g'limni ancha shu qisqa fursat ichida bilim saviyasi, IQ deydi-yu, shu bilimi ancha rivojlanib, kutilmagan natijalarni ko'rsatishni boshladi. Farzandimni shu yerga berishimdan men mamnunman, chunki bu yerda bilim o'sha o'qitish standartlari, ovqatlanish, o'sha ovqatlarning yaxshiligi, keyin qo'shimcha mahsulotlar, mana robototexnika, shaxmat, o'sha sport to'garaklari, boshqasi hamma bir joyda, hammasini shu bir joyda jamlangani biz uchun ancha qulayliklarni keltirib. Уже to'g'risini aytsam, o'g'lim medalni olib kelishni boshladi mana shaxmatdan. Har kuni ishdan kelgandan keyin shu o'g'limning bilim saviyasini shu oilaviy bir ichki imtihon qilganimizda buni shu ancha shu matematika, ayniqsa matematikadan, ingliz tilidan, shaxmatdan ayniqsa mana o'sganini bilib men o'zim xursand bo'lyapman. Chunki o'zim ham to'g'risini aytsam, boshida kelib bir ikki marta dars jarayonini kuzatganimda, bu yerda qulayligi o'sha har bitta o'quvchi bilan shu ustozini personal ravishda har kunlik, deyarli kunlik ravishda shug'ullanishi va darsdan keyin shu yerda o'sha o'qituvchi bilan o'tirib, aynan personal ravishda shu o'quvchi bilan darsni tayyorlashi bizga ancha ma'qul kelyapti. O'shaning uchun men o'ylaymanki, agar imkoniyati bo'lsa, farzandingizni shunday mana Forest School maktabiga, xususiy maktabiga shu ishonib topshirsangiz bo'ladi.